قولي لهم إن الحديث كجنة إن الحديث سقاؤه من زمزم تنثال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Avval bizni yo'qdan bar qilgan, bizni yaratgan, bizning barliq ma'naviy, moddiy ne'matlarimizni kamolatiga yetkazib bergan ulug' Alloh subhanahu va taologa bitmas tugamas hamd sanolarni yo'llaymiz. Ondan bizning yo'lboshchimiz, yetakchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, uning oila tavobatlariga, sahobalarga va qiyomatgacha shularning yo'liga ergashgan mu'minlarga Allohning salomini yo'llaymiz. Biz bugun yana sabr haqida yana ba'zi muhim nuqtalarni ta'kidlamoqchi. Hatta men bu tema haqida bayonma yoqi material ko'rib tayyorlik qilib, yana o bir qatim, ikki qatimda tugamaydiganligini. Ammo buni yana qayta takror so'zlamaslik uchun mumkin qadar bugunlikni aytib, pirslab so'zlab uni tugatmoqchiman. Gapimizni bunda bir manzaradan boshlaylik. Biz her kuni ko'pinchimiz uydan chiqamizga endi. Mesela bir günlükte biz öyden çıktık. Öyden çıkıp işimizden ait aldıraş bir yerge mağımız. Maşineden mağdık. Kızıl çırakı toxtuduk. Yeşil çırak yandı ama aldığımızdaki yeşil çırak yandığı vakti derhal maşinini kozgumide şunla biz çıdap bulanmayı derhal labanı uduk. Yani signal çaldık. Ya ki naite takatsizlik ettik yani. Hatta ağzımızdan tılla çakar etme çıktı. Ondan keyin aldırap mağduk. Bargaya keldik, bargaya kelgandan keyin bir necha minut kechikdik. Kechikkandan keyin ammo biz ko'rishmoqchi bo'lgan bizdanmi keyin qolib deganda, shuning bilan uni 4-5 minut kechikkanga biz endi taqat qilolmay qoldik. Ichimizda mushu adash doim kechikadi deb norozilik hissiyotimiz qo'zg'alib qoldi. Endi undan keyin biz bir dükkana girdik deyli. Dükkanda naitecek adam var. Ücret. Hem böyle nait aldıraş. Aldığımızda yine 10 neçe adam var. Saklavatımız ama yana takıtımız pek takılap gitti. Fakat çiğdiyemeye kaldık. Hem de gerçi biz çiğdiyemeye kalsak mı? Aldığımızdaki adam köpü kaldık için ammalıkını saklaşık mecbur olduk. Şunla avazımız kötürlük geçişke, telebbuzumuz katlıklaşıp geçişke başladı. Aldığımızdaki adamın ait aslı iş kılıvatkandık. Olan ait ezbesini izvatkandık. Ameliyatda prikaz ait aldıravadıdı. Ama biz ait aldıraş oğallığımız için, sefer taqtımız tuşap ketkenlik için, prikazcıktan her bir hareketi bizge nispeten intayet aslı bilinip gidiyordu. Şunla öyge geldik, öyge gelgendikin balımız aldığımızda çıktı. Şunla balımız gımelik, sılık yumuşak muhabbetlanmadık. Qarasak tapşırıq sel çala yoki chiroyli yazma bo'libdi. Tabiiylar şu inkasımız bo'yicha, ya'ni bayamqa aldirash, taqatsiz inkasımız bo'yicha yana xatni chiroyli yozmamoq deb balamizga ait qattiq deydik, achchig'iliq. Qarasak tamoq sel tuzsiz bo'lib qolibdi. Mushumi tamoqmi, tuzli bo'lib qolib, tuzli emas ekan dedik. Qisqartganda endi shu etigandan kechgacha bo'lgan shu hayot kartinimiz ameliyatta ba'zisi bizning hayotimiz bo'lishi mumkin. Ba'zisi bizga nihoyatda tanishlik bo'lishi mumkin. Endi buning bu sabr bilan nima munosabat bor degan vaqtda men bunda bir nuqtani ta'kidlamoqchi bu orqali, bu misol, bu ko'rinish orqali ameliyatda sabrdan iborat bu fazilat bizning hayotimizning mana butun o'sha daqiqalarga, har bir sekund, minutlarga qadar singib ketgan. Inson bilan bo'lgan munosabatda hatta etigelikte bamdaz kopqa vaqtda şeytan bizni birden uxlab al deydi. Ama biz şu vaqtdan ait güçlük bir irade bilen turib ketmesek uxlab qolishimiz mumkin. Yani Allah bilen bo'lgan munosabatki şu ibadette. Bayanqa o'xshash biz yo'lda manganda, bolalarimiz bilan bo'lgan muomalada, er-xotin o'zaro bo'lgan muomalada, qo'shnilar bilan bo'lgan muomalada, munosabatda. Masalan deyli bir qo'shnimiz o'zining axlatini supurish davomida bizning rayonimizga ittirilib ketib qoldi. Şundan bilan biz ichimizda tillashimiz mumkin. Demek mana mushu muomallarning hammasida sabr o'z rolini o'ynashi lozim.
Yani ameliyatda bizning mushu so'rinlardagi, mushu daqiqalardagi ifodamiz bizning sabrdan iborat islom talab qilgan bu go'zal fazilatni qanchalik o'zlashtirgan yoki o'zlashtirmaganligimizni ko'rsatib berdi. Amaliyotda biz har kuni mushu sifatning bizda bor yoki yo'qligi, yuqori yoki tuvanligidan sinilib turamiz. Bayam deganimga o'xshash, mayli ibodatda, mayli turmushda, hatto bizda kundalik uşaq bir tafsilotimiz yo'q. Masalan, biz o'quvchi. Mavsum oxiri imtihonimiz bor. Yoki imtihonimiz bo'lmagan taqdirdami, biz o'quvchi bo'lganligimiz uchun yaxshi o'qib, yaxshi natija qozonishimiz lozim. Uning uchun nima ketadi? Iroda ketadi. Uning uchun biz 1 soat, 2 soat, 3 soat hatta kutubxonadan chiqmaydigan bir sabrga ehtiyojliq. Necha soat o'tira oladigan, o'rganish qila oladigan, kitob o'qiy oladigan bir sabrga ehtiyojliq. Aşı qo'shnimiz o'zining axlatini bizning ishimizdan oldiga itirib o'tgan vaqtda yoki qasddan yoki savallikdan ularga sabr bilan muomala qilish yoki sabrsizlik bilan muomala qilish bizning tanlashimizga bog'liq. Ya'ni shu vaqtlarda, shu daqiqalarda ayol bilan bo'lgan munosabat, masalan bayonga o'xshash tomoq sal tuzug'lab qolganda yoki tomoq sal kiyim bo'lib qolganda yoki tomoq sal tamsiz bo'lib qolgan vaqtda yoki ayol birisi-birisiga sabr bilan yoki sabrsizlik bilan muomala qilishi. Xuddi bolamiz bir xatolikni sodir qilgan vaqtda, hatto bir xatolikni takror sodir qilgan vaqtda o'xshashli biz sabrdan iborat shu sinoqqa duch kelamiz. Qisqasi bu sabr bizning hayotimizning, tiniqimizning har bir daqiqalariga qadar singib ketgan va talab qilinadigan bir jarayondan iborat. Men buni deyish orqali yana shu sabrning bizning hayotimizda ne kadar biz o'ylamagan darajada muhim. Onun qimmatinin bizning tasavvurimizdan alqagan darajada qimmatli ekanligini ta'kidlamoqchi. Endi biz sabrni texmi cho'nqur tushunish uchun avval bu hayotimizga nisbatan sabrning qandayroq bir vaznga ega ekanligini bilish uchun hayot nima degan bir savolga javob berish lozim. Chunki biz bir musulmon, bir mo'minga nisbatan hayotning zodi nimadan darak berganligini yoki bir mo'minning hayot tushunchasining qanday ekanligini bilgan vaqtimizda anadan bu hayotga keraklik safa yoki sifatning qimmatini bila olamiz. Bu xuddi masalan biz bir boks mashq qilish qatnashmoqchi. Agar biz boksning nihoyat bizning kuch talab qiladigan boksga tayyorlik qilish uchun nihoyat jiq mashq qilish kerakligini oldin bilsak, anadan keyin yabig'irlash, xaltaga mushlash deganga o'xshash harakatlar tabiiy holda men bunga chidishim lozim. Chunki bu boksdan iborat bu tantarbiya turi nihoyat ig'ir mashq talab qildi. Bu ig'ir mashq mendan shu sabrni talab qildi deb boks mashqini boshlashdan burun men chidamchanlik ko'rsatishim kerak degan bir pozitsiya bilan boshlay olamiz. Xuddi shunga o'xshash agar biz hayotning qandayligini bilsak yoki hayot haqidagi ba'zi muhim narsalarni tushunsak, anadan keyin sabrdan iborat bu qurolni yashashga boshlagan vaqtimizdan e'tiboran o'zimizdan ajratmaymiz. Şu Allah Qur'oni Karimda bu hayot haqida bir qancha oyatni nozil qilgan. Biz o'qib o'tib ketganimizdan amaliyotda bizning yoki inson yashaydigan hayotning qanday bir aloyidligi yoki qanday bir mohiyatga ega ekanligini ro'shan ko'rsatib beradi. Biz hamisha namozda takrorlab o'qiydigan bir oyat bor. Sura Baladning 4-oyati. İnson haqiqatan, ya'ni biz insonni haqiqatan jafo mushaqqat ichida yaratdik. Laqad xalaqnal insana fi kabad. Biz insonni jafo mushaqqat ichida yaratdik. Buning ma'nosi nima? Hayot jafo mushaqqat bilan to'lgan deganni ifodalaydi. Bizning tasavvurimizda, bizning orzuyimizda yoki biz kutgan hayot jafo mushaqqatsiz bir hayot. Ammo Alloh bizga tasvirlayotgan insonning yashaydigan hayoti jafo mushaqqat bilan to'lgan bir hayot. Biz kinolarda, kitaplarda tasvirlangan hech qanday jafo mushaqqat, dard, alam, g'am, g'ussi yo'q bir hayotni tasavvur qilamiz yoki orzu qilamiz. Shuning bilan biz real hayot tushunchisida emas, balki orzuyimizdagi hayot tushunchisida kundalik hayotimizga muomala qilganligimiz uchun nurg'un asli qabul qilib oladigan normal ich pushuqlar bizga nisbatan qat'iy qabul qilib olmaydigan nihoyat yo'g'on bir ich pushuqqa aylanadi. Uning sababi asli u iç puşuqdan favqulodda yo'g'onligi yoki cho'nlig'idan emas, balki biz hayotni
Shunda iç puşuk yo'q yoki yo'q bo'lish kerak bo'lgan. Xuddi Hindistonning kinolaridagiga o'xshash atiganning kechgacha etizliqda sakrab naqsha yetib yuradigan bir hayot deb o'ylab olganligimiz uchun biz hayotda duch keladigan ba'zi muqarrar jafo mushaqqatlarni qabul qila oladigan oldin psixik tayyorlikqa ega emas. Andaki Alloh Qur'onda yana bunday bir oyatini deydi. Her bir nefs ölümning ta'mini tetig'uchidir. Sizlarni biz yaxshilik bilan va yomonlik bilan, ya'ni biz sizlarni yomonlik va yaxshilik bilan sinaymiz. Endi buning ma'nosi sening hayoting imtihondir, sening hayoting sinoqdir deganlik. Yana Alloh Qur'oni Karimda shu oyatni deydi Sura Baqarada. Biz nihoyat ko'p takrorlaymiz bu oyatni. Yani biz sizlarni chuqur bir oz qo'rqinch bilan, bir oz qahatchilik bilan mallaringlarga, jonlaringlarga, bolallaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan sinoq bilan, ziyon bilan chuqur sinaymiz. Mana mushu beshiga kelgan musibat, mushu ziyonlarga sabr qilguvchilarga sen jannat bilan xush xabar bergan. Yine Allah yine bu oyatda hayoting sinoq, imtihon deyapti. Endi biz bunda bir narsani o'ylaylik. Agar biz hayot bir musulmonga nisbatan bir imtihon, hayot bizga nisbatan bir sinoq, hayot jafo mushaqqat bilan to'lgankan deb o'ylagan vaqtimizda tabiiyla sabr toqatning, chidamchanlikning bu hayot uchun naqadar qimmatli ekanligini his qilamiz. Agar biz hayotni unda jafo mushaqqatlar to'lgan deb qaramay, butunlay xushal xuramlik bilan to'lashi kerak edi deb o'ylagan vaqtimizda biz sabrning qimmatini o kadar muhim bilmaymiz. Bu xuddi urush nimadan derak berdi? Urush o'limdan derak berdi. Shundaymi? Bir odam urushga atlandi deganlik, u o'limga atlandi deganlik. Shunga bir urushga atlangan odamning esi yodida yoki uning ideyasida urushdan keyingi jafo mushaqqatga, o'lim yetimga nisbatan, yaralanishga nisbatan, o'lib ketishga nisbatan hech bo'lmasa ozgina tayyorlik bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash hayot shu. Endi bu deganlik xato tushunilmasin. Müminning, musulmonning hayoti tug'ilgandan o'lguncha chuqur jafo mushaqqat ichida bo'ldi deganlik emas, balki hayotdan iborat cho'ng bir jarayonda jafo mushaqqat, shunda ziyon zahmat, musibat, aziyat ayrılmagan bo'ldi. Hayot xushallik bo'lish bilan birga, xushallik bilan birga keladigan shunda jafo mushaqqatning bor deganlik. Bizning hayot tushunchimiz, musulmonning hayot tushunchisi shunda bo'lgan vaqtda undan keyin biz sabrning qimmatini boshqacha his qilamiz. Chunki biz o'zimizning hayotini, bir musulmonning hayotini, bizning hayotimiz jafo mushaqqat muqarrar keladigan bir hayot ekan degan vaqtimizda, unda uning uchun men nihoyat kuchli bir sabr bilan qurollanishim kerak ekan degani tabiiy o'ylaymiz. Bizning hayot tushunchimiz bizdan mushunda o'ylashni, mushu sabr bilan qurollanishni talab qildi. Agar unda bo'lmagan vaqtda hayotda biz xilma-xil qiyinchiliklarga, o'ylab baxmagan, kutilmagan ziyon zahmatlarga yo'liqqan vaqtimizda biz asonlik xudimizni yo'qotib qo'yamiz. Chunki oldin tayyorligimiz bo'lmaganligi uchun. Endi biz butkul insonga nisbatan bir hayotdan so'z ochdik hozir. Endi bir mo'minning hayoti-chi, bir musulmonning hayoti qanday bo'ldi deganda, bir musulmonning hayotini qanday bo'lishidan burun Allah Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisolamga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va uningdan boshqa barliq payg'ambarlarga qilgan tavsiyalar qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karimda mush sabr, chidash, chidamchanlik ko'rsatish, bardoshlik bo'lish degan bu so'z 70 dan ortiq yerda ishlatilgan. Uning ichida 20 dan ortiq yerda bevosita payg'ambar alayhisolamga bu ko'pincha Makkada nozil qilingan oyatlarda ularning so'zlariga sabr qilgan, ularning yetkizgan aziyatlarga sabr qilgan. Ya'ni Makka mushriklarining payg'ambar alayhisolamga yetkizgan aziyatlarga, qilgan haqoratlarga sabr qilgan deb kelganligini ko'ramiz. Ya'ni bu islomdan iborat bu yo'l. Ya'ni bir mo'minlik yo'li, bir musulmonlikning yo'li amaliyotda boshdan oxiri sabr qilish talab qilinadigan bir yo'l ekanligini şu Peygamber aleyhisselam'a kılıngan şu tavsiyelerden roşan ko'ramiz. Ameliyatda Peygamberimiz bizim ülgümüz en iradeli, jafo mushaqqat oldida en taqati kuchli bir zot.
Ama şu zatqa Allah Kur'an-ı Kerim'de 20'den artıq yerde sen ularning so'zlariga sabr qilgin, jafo mushaqqatlarga sabr qilgin, kelgan aziyatlarga sabr qilgin deb sabr qilishni qayta ta'kidlayapti. Mana mushuningdan his qila olamizki, agar biz hayotni bayonlaganimga o'xshash bir imtihon desak, bu imtihondan o'tishning ochqichi dal sabr, chidam demakdir. Agar biz bu hayotni imtihon demagan vaqtimizda, o vaqtda biz bu imtihondan o'tishning ochqichini izlamaymiz. Şu en avval bizning bu sabrning qimmatini tushunishdan burun tushunib oladigan narsamiz hayotning, bo'libmi musulmonning hayotining zodi nimadan darak berganligini bilib olishimiz lozim. Amaliyotda biz hozir shuni tirik yashayapmiz. Biz vatanda o'zimizning dinimizda yashaymiz, kimligimizni qo'g'daymiz. Biz sen emas deganligimiz uchun mushu yurtimizdan surgun qilinishdan iborat, qechib chiqishga majbur bo'lishdan iborat bir kollektiv taqdirni kutib oldik. Shunda bir qismatga millat xarakterli qoldik. Mayli vatanning ichida qolgan bizning xalqimiz, qarindoshlarimiz, mayli vatanning sirtidagilar bo'lsin. Yalqi biz har kuni chidamasak bo'lmaydigan, sabr qilmasak bo'lmaydigan sanoqsiz masalalarga duch kelyapmiz. Yana buni birdan bir sanashimdan hojati yo'q. Mayli ana shu cho'ng bir ijtimoiy siyosiy hayotimiz bo'lsin. Mayli bizning kundalik turmushimiz bo'lsin. Mesela balamiz bilan tarbiyadagi munosabatda, ayol orasidagi munosabatda, qo'shnilar orasidagi munosabatda, qarindoshlar orasidagi munosabatda, millatning o'zaro birisi bilan bo'lgan munosabatlarda bo'lmasin. Har vaqt biz sabr qilmasak bo'lmaydigan sinoqlar bilan sinilyapmiz hozir. Har kuni buni his qilyapmiz. Mushu nuqtadan aytganda bugungi kunda bo'libmi biz musulmonlar uchun, bo'libmi Uyg'ur musulmonlar uchun bu sabr toqat biz yenimizden bir sekund, bir daqiqamı ayırsak qat'iy bo'lmaydigan bir qurolga aylanib qoldik. Biz bu sabrning inson uchun, musulmon uchun bu qadar muhimligini his qilgandan keyin menimcha biz o'zimizga bir tanqidiy bir nazarda qarab bakishimiz lazım. Bu nuqtada o'zimizni bir operatsiya qilib bakishimiz lazım. Biz zodi qanchalik sabrchan. Biz qanchalik sabrchan. Men ham hozir menda sabr zodi nima degan gapni tafsiliy so'zlamadim. Chunki biz oldingi darsda sabrning ta'biri haqida biroz to'xtalganligimiz uchun men bugun bekroq ifodalarini so'zlayapman. Masalan deyli, hozir biz bolalarımızning mutlaq ko'pimizning bolasi bor. Bolalarımızning biz amaliyotda sabr qila oladigan uşaq xatoliklar uchun. Masalan, xatni sat yozib soldi. Yoki kitob o'qishga toza herisman emas. Yoki ma'lum bir ishni yaxshi qilmayapti. Mush ishlarga nisbatan qanchalik dada, qanchalik ana savrchanliklar muomala qilaydi. İntayin az. Hozir qanchalik odam telefonisini tutmay turib 1 soat kitob o'qiy oladi, yarim soat kitob o'qiy oladi. O'quvchilar hatto. Qanchalik odam hozir torlarda e'lon qilinayotgan sifatlik leksiyalarni yoki tabliğlarni yoki maqolalarni qanchalik sabr bilan yarim soat anglay oladi, qanchalik vaqt sarf qilib o'qiy oladi. Amaliyotda men hozir dushmanning zulmiga sabr qilishdan iborat va cho'ng sabrning gapini qilmadim. Faqat biz o'zimizning nafsida amaliyotda biz qilli desaklik qila oladigan eng aqalliy darajadagi talablarni tizlayapmiz. Hozir bekimning yarim soat gap anglashga taqati yo'q. Gerçi o gap qimmatli, muhim gap bo'lsin. Yarim soatlik yoki 40 minutlik nihoyatda cho'nqur bir maqolani o'qishga taqati yo'q. Yoki bizning tafakkurni, aql ishlatishni, o'ylanishni talab qilgan kitoblarni o'qishga taqatimiz yo'q. Hammamiz hozir u qadar sabrsiz-ki, mashinada yo'lda mangan vaqtda oldimizga odam sal osti minib bizni sur'atdan qo'yib qo'ysa, darhol ichimizni nachin tillaymiz. Yenimizdan bilib qolsa. Agar yolg'izlab qolsak, ig'izimizdan chiqarib haqorat qilamiz. Gerçi onu anlatammasakmı? Yani ilqimda. Bularmı bu hozirgi sanoat jamiyatida, bugungi kundagi bu jamiyatda bu sabrsizlik, toqatsizlik
o kadar ağır bir keselge aylandı ki hazır mesela stres degan bu narsa, besin degan bu narsa millatda butunlay sabrsizlik bilan munosabatlik. Hazır bu taraqqiy qilgan davlatlarda, g'arb ellarda bir hisobda hozirgi zamon dunyosida yashayotgan kishilarning o'limiga sabab bo'layotgan mesela rak kasali, AIDS kasali deganga o'xshash yo'g'on qo'rqinch kasallardan boshqa hozir o'sha stress, o'sha besim o'limimizga sabab bo'layotgan cho'ng sabablarni oldingi esimda qolishicha 5 xil sababning ichidan shu bor. Demak biz o kadar sabırsiz bo'lib ketyapmiz. Mesela biz hozir Turkiyada yashayapmiz, ba'zi xabarlar qaraydigan bo'lsak, birisini kichikgina jidal sababini etib o'tish, o'ldirib o'tish, mashinada so'qib o'tish degandek ishlar xuddi biz har kuni o'qib turgan, anglab turgan narsaga aylandi. Ana shunday vaqtda bu sabrning qimmati texmi oltinga, texmi guharga, texmi angushtarga aylanib ketadi. Şu bugünkü günde güçlük adamlar, haqiqiy güçlük adamlar, sabırchan adamlar. Xuddi Peygamberimiz bir hadisida degeniga o'xshash, haqiqiy güçlük adam chelishqanda yengen emas, balki achchiq kelganda achchiqni basa olgan odam dedi. Yani achchiqni besish nima degan gap? Sabr qilish degan gap. Yani şu achchiqlaydigan holda o'zini tutib olish degan gap. Endi meningcha sabrni tushunishning yana bir yo'li unga ta'tiridan chiqib muomala qilish deb o'ylayman. Ya'ni sabr qilish deganlik agar kelgan aziyat yoki musibatlarga chidamchanlik ko'rsatish, bizni jalb qilgan, bizni tortib turgan yomon ishlardan o'zini tutib olish deb ta'bir berilsa, o vaqtda sabr qilolmaslikning nima ekanligini ko'rsak, biz texmini his qila olamiz. Unda da sabr qilolmaslik degan nima? Yani sabırsızlık degan nima demakchi? Menimcha birinchisi sabırsızlık jafo mushaqqatga uchragandan keyin nishonidan voz kechish. Nishonidan voz kechish. Masalan deyli. Hozir bizning eng cho'ng g'oyalarimizning birisi chet eldagi Uyg'urlarning o'zimizning vatanini qaytarib olish. O'zimizning davlatini qayta qurib chiqish. Buni cho'ng bir nishon deyli. Endi sabırsızlık deganimiz bu nishondan umidsizlanish va bu nishondan ichimizda voz kechish. Sabırsızlık degan shu. İkincisi sabırsızlık deganimiz şu daqiqada yo'ldan chiqish yoki prinsipdan voz kechish. Bu qanday gap? Masalan, agar bizning eng yaqin bir odamimizdan ayrilib qolsak, yoki ota-onamizni Alloh o'z dargohiga olib ketdi deyli, yoki yaqin bir odamimizdan ayrilib qoldik deyli. O vaqtda bizning haddidan ziyoda shikoyat qilishimiz, bu oqibatni normal qabul qilolmasligimiz amaliyotda islomning mushu masala haqidagi prinsipidan chetnab ketish deganlik. İslamning bu vaqtdagi prinsipi nima? Sabr qilish. Ya'ni uni qabul qilish va uni masalan yoqa yirtib yig'lamaslik, vaqirmaslik, jaqirmaslik, davomli atrofdagi kishilarga shikoyat qilmaslik. Masalan, nima ishqa mening beshimga keldi bu kun? Shuncha jiq odam ekan, bu xafalik hamisha nima uchun menila topidi? Nima uchun mening onam, mening dadam tugab ketdi? Deganga o'xshash mushu xil jumlalar va ifodalar amaliyotda sabr qilolmaslik. Bu sabr qilolmaslikning ifodasi, ya'ni bu sabrsizlikning ifodasi dal shu masala ustida islom bekitgan prinsipdan voz kechish va uningdan chetnab ketish deganlik. O'xshash. Bizga islom bolalarimizga oid go'zal muomala qilishni buyuradi. Sabrchanlik bilan muomala qilishni buyuradi. Bizning bolalarimiz bilan bo'lgan muomalada ularga har qadamda bir chachirishimiz, har qadamda bir qattiq tegishimiz, kichikgina xatoliklarni qabul qilolmasliklarimiz amaliyotda shu prinsipdan chetnab ketish degan. Sabrsizlik degan shu. Erga tutgan muomalada, ayolning eriga tutgan muomalalarida. Mana shu vaqtlarda sabr qiladigan ishlarda sabr qilmaslik, shu muomalaning prinsiplaridan chetnab ketish degan.
Masalan, bizga qarz kirib qoldik. Iqtisodiy jihatdan. Shu daqiqaning o'zida agar qarshi taraf o'zining qarzini tutgan bo'lsa bizning ayeti so'g'uqqan bir muomalada shunga imkos qaytirishimiz. Masalan, achchig'inib qolmasligimiz, ko'nglimiz gap qolmasligimiz. Mana mushu savr qilganligimiz. Agar savr qilolmasa qanday qilamiz? Uning qarzni suylashimi bizga yig'ir kelishi. İqtisadi jihatda ziyon tortib qoldik deyli. Yoki ziyon tortib ketdik. O ziyonni aytib cho'ng bo'lishi mumkin. Masalan, eng aqallisi, eng ko'p bo'layotgan birisi vatanda nurg'un mol dunyolarimiz qoldi. Unga qayta erish imkoniyatimiz yo'q. Bunda vaqtda Alloh menga bergan, endi qaytarib olishni iroda qilibdi. Men eng zo'r darajada sabr qilma degan vaqtimizda bizning psixikimizdan buzilib ketmasligi, eng zo'r darajada bir xil taskin qalbimizni, bir xil temkinlikimizni saqlay olganligimiz, sabr qila olganligimiz. Ammo kechalari uyqum kelmadi. Men ilgari bunda o'tgan odamdim. Ilgari bizning bunda mashinamiz edi, bunda dachimiz edi. Deb buni qayta takrorlashimiz. Biz xuddi tugmanning chaqisiga o'xshash to'xtamay piyqirishimiz, ammo oldiga emas. Bir o'rinda bir katakdan chiqolmasligimiz amaliyotda bizning sabrsizligimiz, sabr qilolmaganligimiz. Sabrsizlikni ma'lum nuqtadan aytganda aqlsizlik. Bu aqlsizlik deganimiz masalan bir do'stimiz bilan ma'lum bir iqtisodiy muomala qildik. Iqtisodiy muomala qilgandan keyin u bir ishga tegishli pulni kechiktiribroq berdi yoki vaqtida berolmay qoldi. Shunda vaqtda bizning oqibatni mo'lcherlamasdan do'stimiz bilan bo'lgan munosabatga daxli yetadigan bir xil imkosni qaytirib qo'yish. Yoki sal siyosiy masalalarni aytsak, masalan biz dushman bilan bir xil mujodala oldida. Biroqla oshkora taqobil turish yoki masalan ularga qarshi harakat qilish yoki bir harbiy harakat qo'llanmoqchi bo'lish bizning toqatimizning sirtida. Bizning unga kuchimiz yetmaydi. Mana bunday ahvol ostida bizning o'zimizning kuchimizni qilchi dangsabmi boqmasdan, biroqla o'zimizni ularga etishimiz, sabr qilolmasligimiz, buning boshqacha ismi aqlsizligimiz. Ya'ni oqibatni mo'ljallayolmasligimiz. Biz bu jihatdamda Peygamberimizin hayotiga qarab bakamiz. Bayan men tilga olgan Allah Qur'oni Karimda Peygamberimizga 20 ga yaqin yerda sabr qilgan degan oyatning mutlaq ko'pi Makkadan nozil bo'lgan oyatlar. Endi Makkadagi vaziyat qanday vaziyat? Makkadagi vaziyat mushriklar mutlaq ustunlikda, musulmonlar nəhayət aciz ahvolda. Mushriklar xohlagan vaqtda musulmonlarga aziyat yetkazoladigan, ularni qiynalaydigan. Masalan, Bilal roziyallohu anhuni qumliqda maydasiga tosh ib qo'yib qiynaganga o'xshash. Ammar ibn Yasirning onasini shahid qilib etganga o'xshash. Payg'ambar alayhisalom namoz o'qiyotgan vaqtda Ka'bada uning ustiga tugining ichqonini otib qo'yganga o'xshash. Abu Talib jilg'isiga 3 yil qamab qo'yganga o'xshash. Mana mushularning hammasi shu vaqtda Makkadagi musulmonlarga kelgan aziyatlar. Ammo shu musulmonlarning Payg'ambar alayhisalomning Makkaliklarga nisbatan qarshi bir harakat qo'llanganini biz ko'rdikmi, ko'rmadik. Unda bir qarshi harakat yo'q. İzchil shu vaqtda Alloh taolo bir qancha oyatlar orqali payg'ambarimizga, mu'minlarga sabr qilishni tavsiya qilgan. Ya'ni chidanglar, sabr qilinglar. Chunki sabr qilmasdan ularga qarshi cho'ng harakat qo'llanish texmi ig'ir oqibatni maydonga akildiganlik uchun yoki mushqil ehtimolliklar yuksak bo'lganligi uchun shuning bilan sabr qilish ta'kidlangan. Shunlashqa sabrsizlik, aqlsizlik deganim sabrsizlikdan keladigan yomon oqibatni tunib yetenmaslik. Endi yana bir nuqtadan sabrsizlik, aqlsizlik bo'lishdan boshqa yana birisi bu aldiraqsallik. Bizda aldiraqsallik shaytondir degan, shaytondindir deydigan bir gap bor. Amaliyotda aldiraqsallikning shaytondan ekanligi haqida hadis dalillari bor. Ya'ni aldirmaslik,
temkin bo'lish, sovuqqon bo'lish mo'mindan talab qilinadi. Ba'zi vaqtda biz sabr qilolmay aytgan bir ig'iz so'zimiz bilan, hatto ma'lum bir chiroy ifodamiz bilan nihoyat qadrlashga tegishli bir munosabatni buzib o'tishimiz mumkin. Shu aldiroqsonligimiz uchun balki bir umr pushaymon qilishimiz mumkin. Sabrsizlik hamda bayam nishonidan voz kechish dedik. Hamda sabrsizlik keyniga chekinish degan. Biz bir nishonga qarab mang'an bo'lsak, masalan, deylik, men 2 yil ichida arab tili o'rganaman deb nishon qildik deylik. Dunyoviy ishlar. Yoki men inshaalloh tijorat qilib jiq pul topaman deb nishon qildik deylik. Asta bu yo'lda kelgan ba'zi bir o'ngsizlik, jafo mushaqqatlar oldida bel qo'yib o'tib, bu nishondan keyniga chekinish. Mushuning o'zimiz sabrsizlik. Allah Qur'oni Karimda sabr qilinglar degan vaqtda keyninglarga chekininglar deganni demoqchi emas. Haqda chin turinglar, ammo chekinmanglar demoqchi. Sabr qilishni chekinish deb o'ylab olish, yetib olish deb o'ylab olish bizning Uyg'urcha islom tushunchasidagi bir meyb tushuncha, bir xato tushuncha. Endi 6-chisi oxirida sabrsizlik, yani o'zini kontrol qilolmaslik. Sabrsizlik o'zini kontrol qilolmaslik. Buni ifodasi ham hayotimizda nihoyat ko'p. Bayaman degandek, qizil chiroqda chiday olmay qilishimiz, oldimizdagi mashina ostilab qolsa, uning sal taqatsizlanib ketishimiz, bolalarimizga tutgan aldiroqsan muomalarimizning hammasi tigi takdidini aytganda o'zimizni kontrol qilolmasligimiz, bu o'zimizni kontrol qilolmasligimizning ostida yotgan narsa bizning sabrsizligimiz. Bizga vatanda vaqtda ota-onamiz ko'p qiladigan bir nasihat bor. Masalan, Xitoylar mesela ma'arifda yoki maktabda hozir Uyg'ur tilini oz qilib, Xitoycha darsini ko'paytirib o'tibdi. Yoki pilonliq tug'utning jarimonasi texmi hassilab oshirib o'tibdi. Yoki pilonliq tug'utdan bundan keyin ortiq prezident ko'rganlarni turmaga solib o'tdi ekan. Xitoylar haddidan oshib ketdi degan vaqtimizda yoki bu gapni biz o'ydi degan vaqtimizda bizning ota-onalarimizning mutlaq ko'pi balam bir sabr qildi deydi. Ya'ni bizni sabrga tavsiya qildi. Ammo ota-onamizning mushu kontekstda, mushu muhitda bizni sabr qiling deganligi bizni Xitoyning shu zulmiga qarshi hozircha chidab turgan balam, ammo vaqti kelganda biz chuqur qarshi turamiz demoqchi emas. Faqat beshingni ko'tarmagan, mushuni untinsiz qabul qilib o'tgan. Bu zulmga qarshi hech qanday inkosda bo'lmagan demak. Ya'ni bu yerdagi sabr hukmi bizning til iste'molimizda nihoyat xato bir ma'noda ishlatilyapti demak. Bunday demak. Bizda sabrchan bo'lish deganlik yumshoqlik, haddidan ziyoda yuvosh bo'lish. Zulmga nisbatan, nahaqchilikka nisbatan, haqsizliklarga nisbatan uni qabul qilish, ün chiqarmaslik deganlik. Amaliyotda islomning logikasidagi, islomning mantiqisidagi sabr hargiz unday emas. İslamның logikasidagi sabr haqda ching turish faqat kelgan aziyat, jafo, mushaqqatlarning oldida keyniga yenib ketmaslik, ammo to'xtamasdan harakatni davomlashtirish. Faqat dushman bilan bo'lgan muomalada oqibatni nazarga olib turib, oshkora bir harakatga o'tmaslik deganlik. Men to'la takrorlaydigan gap shu. Ya'ni mushtumimizni har doim ching tugib turish, ammo otmaslik. Atadigan fursatni kutish, ammo hech bir zaman mushtumimizni bo'shtib qo'ymaslik degan. Ammo Uyg'urcha iste'moldagi sabr mushtumi tugmanglar. Mush tugishmi to'g'ri emas demak. Bu ham intayin xato. Endi oxirida biz bayon sabrni so'zlagan vaqtda buni o'ylagan bo'lishimiz mumkin. Endi biz haqda mengish, islomda mengishda sabr biz uchun bo'lmasa bo'lmaydigan bir ma'naviy qurol ekan, ma'naviy kuch ekan. Bizning oxiratlik baxtimizning kapolati ekan. Chunki sabr qilolmadik deganlik haqdan teyib ketdik. Prinsipdan chetnab ketdik deganlik. Bizning haqdan chetnab ketganligimiz, islomdan chetnab ketganligimiz
oqibatda, ya'ni qiyomatda bizning do'zaxga kirishimiz bilan natijalanadi. Unda da sabr faqat bizga oxiratda yoki bizning oxiratligimiz uchun foydali bir sifatmi? Unda emas. Amaliyotda sabrdan iborat bu ma'naviy fazilat bizning mayli oqibatimiz, ya'ni qiyomatimiz uchun, mayli bu dunyodagi baxt saodatimiz uchun o'xshash muhim. Mesela bayanqı misallarını tasavvur qila olamiz. Agar ayol orasidagi munosabatda sabrchanlik asosida bo'lsa, turmushi go'zal o'tadi. Farzand bilan bo'lgan muomalada sabrchanlik asosida bo'lsa, farzand bilan bo'lgan tarbiya jarayoni nihoyatda go'zal, unumli o'tadi. Qarindoshlar bilan bo'lgan munosabatda agar birisi-birisining ig'irchiligini qabul qila olsa, birisi-birisining kamtukligini, birisi-birisining nuqsonlarini, hatto birisi-birisining ba'zi illatlarini, yomon odatlarini qabul qila olsa, o vaqtda bu qarindoshlik davomlasha oladi. Ya'ni bu dunyoda bir güzel bir ijtimoiy munosabat ichida yashashga vasila bo'ldi. Agar sabrchanlik bo'lmasa, hozirlam deganimga o'xshash, bizning bu dunyoda bu munosabatning ichida biz to'liq mag'lubiyatga duchor bo'lamiz. Biz namoz o'qib turib, Qur'on o'qib turib, ammo sabrsizligimiz tufaylidan hech bir vaqt islomning asli bizga keladigan bir xil baxt, saodat tuyg'usini hayotiy dunyoda tetiyolmay qolamiz. Endi ikkinchi jihatdan, bu ilqi ijtimoiy munosabatdagi taraf. Ikkinchi jihatdan men bunda bir tajriba esim keldi. Amerikaning Stanford universitetida 1972 yil bo'lishi kerak. Walter Mischel deb bir psixolog bunda bir tajriba ishlaydi. Bu ilqi psixologiya tarixidagi nihoyat mashhur tajriba. Onun ismi marshmallow test. Bu marshmallow degan ilqi nima? Lokum debdi Türkçe. Yumshoq. Ilqi biz vatanda vaqt yeydigan, biz go'sht kempiti deydik, mana shu go'sht kempiti. O sınaq nihoyat oddiy sınaq. Onda bir qatimda 32 balni ishlatibdi, yana bir qatim 50 necha balni ishlatibdi. Bu ballarni ikki gruppa ayiramaymiz. Bir uyga ekilib, uyda hech qanday ularning diqqatini tortadigan boshqa narsa yo'q. Ularning oldiga Bunun isimli qilishi bir ishki taldın tatliq yeydigan narsa qo'yib qo'ydi. Qo'yib qo'ygandan keyin tajriba qiluvchilar o bolalarga deydi. Agar 15 minut yani bunu yemi chidasanglar, yani 15 minut sabr qilsanglar, 15 minutdan keyin sizlarga ma'nodan texmi tatliq, texmi jiq shu go'sht kempitga kirib birma deydi. Shundan chiqib ketdi. Uyda kamera var, bu bolalarning ish harakatini kuzatib turdi. 15 minutdan keyin kirdi. Endi shu jarayonda uning ichidagi ba'zi bolalar oldida tahsil o narsa bor. Hammasini aytib yeyish kamroq. U bolalarning yeyishi 32 bolaning ichida 16si o'g'il, 16si qiz. Yeyishi 3 yosh 6 oylikdan boshlab 4 yosh 9 oylik kadar. O'rtacha yeyishi asosan 5 yoshga yaqin bolalar. Yana bir guruhdagi bolalarning o'rtacha yeyishi 6 yosh. Şuna olan bunun içinde bazı balalar küzünü yumup oldu. Yani kömeydi. Bazı balalar deniz taraf görüp karmaslık kıtırışı da bazı balalar yeydi. Bunun içinde kılcık balı yeydi. Yani bu algına ait addi bir tecrübe. Ama onun kaynağı var. Bu 72. yılı işlenildi. 88. yılı ve 90. yılı muşu tecrübeyi katlaşkan balalarının yani bu tecrübeyi katlaşkan balalar vakti neçe yaş girdi. Ola Allah burun Ali mektebini füttürüp oldu. Yani o vakitte 5 yaş olsa 88. yılları bu balalar 20 neç yaşlık yigitler. 90. yılda 30 yaşka yığılışıp bakın. Yani bu balının ehvanı tekşür edin. Kandarak. Tekşürgenden ki şu vakitte aşını yemigen. Aşı 15 minut kıçı saklayalan balalarının mektep neticesi, başkalarla boğan münasebeti, bir işini uzakçı kılalış küçü. Mesela hemmisi derhal yettaşlagan balalar qaraganda. Yani derhal nefsinin keyine kirgen, şunun aldığı üzünü tutanmagan balalar qaraganda, umum ifadesi sabr qila olgan balalarning yaxshi bo'ldi. Şunalqı balalar psixologiyasida bu alaqı bunda bir atalgı var. Huzurunu kechiktirish yoki lazzatni kechiktirish. Bu deganlik biz hozir derhal aldığımızda alalaydigan kichik bir payda var. Bu 500 liralık payda. Ama
sal japa mushaqqatli bir jarayon bor. Biz bu japa mushaqqatga chiday olsak, uning keynida 5 ming liralik bir foyda bor. Endi mishada dal shu irodani sinamoqchi. Belki huzurni kechiktirish deganlik darhol ko'z oldingdagi huzurga sakrab ketmasdan, yiroqdagi texma cho'ng foyda uchun, cho'ng nishon uchun o'zingni tuta oladigan kuching bo'lishi kerak degan. Demak, shu ballada ifodalangan shu psixik fazilat ularning keyingi hayotida ularni muvaffaqiyatga boshlaydigan eng cho'ng bir sabab bo'lgan. Nima demoqchi? Endi biz hayotimizda ba'zilarimiz ilm yo'liga boramiz, ba'zilarimiz tijorat yo'liga boramiz. Her xil ishlarni qilishda biz davomli mag'lubiyatga duchor bo'lamiz. Ba'zi mag'lubiyatlar tashqi sababdan bo'lishi mumkin. Ba'zi o'zimizning irodasizligidan, ba'zi atrofimizda bizni boshqalar qo'llamasligi mumkin. Bizning ruhimizga sovuq so'z sepganlik uchun biz asonli bel qo'yib o'tishimiz mumkin. Mana shunday vaqtlarda oxirgi hisobda bu hayotlikdan iborat bu marafon musobaqasida g'alaba qiladigan oxirgi nishonga yeta oladiganlar tigi taktidan aytganda dal mushu sabr qila oladigan kishilar. Hammamiz toshqon bilan toshbaqaning yugurishini tasvirlaydigan heliqi masalani bilamiz. Onu aytasan. Toshqon deydi toshbaqaga. Biz musobaqaga tushaylik deydi. Ammo toshbaqa bechora tez yugurolmaydi. Ammo u sattumsun deb toshqon bilan musobaqa qiladi. Toshqon amaliyotda haqiqatan tez yugura oladi. Ammo toshbaqa tez yugurayapmasmi, ammo u to'xtamay mangadi. Toshqon uxlab qoladi, uxlagan vaqtda toshbaqa o'tib ketadi. Ammo uyg'ongandan keyin qarasa toshbaqa palliga yaqinlashgan. Shundan toshqon qancha tez yugurasimi yetishmaydi. Bu masal bizda har doim bunda tushuntiriladi. Ya'ni buningda toshqonning o'ziga tamanno qo'yishini bekroq ta'kidlaydi. Bizga o'rgatgan vaqtda muallimlar toshqon o'ziga bek ishinib ketib, qarshi tarafni ko'zga ilmay, o'ziga tamanno qo'yg'achqa shuning bilan yengilib qoldi dedi. Ammo buning yana bir tarafi toshbaqaning faqat to'xtab qolmay, garchi osti bo'lsa-mu, mang'alliqidan iborat bu haqiqatni bizga pek yo'rtib bermaydi. Amaliyotda hayot mushu. Ba'zilar qarmoqqa tez yugurganda qilgan bilan uzoqqa yugurganmaydi. Ammo hayot 100 metrlik yoki 200 metrlik tez yugurish musobaqasi emas. Hayot 30 kilometrlik yoki 100 kilometrlik marafon yugurish musobaqasi. Bu musobaqada amaliyotda qadamni tez ola oladiganlar yoki palladan baldur chiqqanlar yoki tez yugura oladiganlar emas, eng muhimi chidamchanlik kuchi borlar. Oxirgacha osti bo'lsa-mu to'xtamay manga oladiganlar ondan g'alaba qildi. Amaliyotda hayotimiz shu. Demak, sabr yanala bizni jannatga akiradigan muhim sifat bo'lishdan boshqa, bizning mushu dunyoda qilgan ishimizda, tortgan jafo mushaqqatlarimizda bizga hamroh bo'lgan intayin muhim sifat. Mesela hozir psixologiyada shunday bir narsani so'zlayapti. Angela Duckworth deb psixolog ayoldan birisi var. Şunun bir kitabı var. Grit. Grit deganning ma'nosi dal shu. Uzoq nishonga nisbatan bo'shashmaslik kuchi, bel qo'yib etmaslik kuchi. Uni tigi takdirda aytganda nima? Sabr. Uni tigi takdirda aytganda sabr. Qo'yib etmaslik. Endi biz bunda bir savolni o'zimizdan so'raylik. Unda da zodi bizga foyda keladigan. Allohning oldida bizning daftarimizga yozilgan sabr zoti qanday sabr? Çünkü biz qanday sabrning anadan keyin haqiqiy maqbul sabr ekanligini bilmasek, ba'zi vaqtda biz o'zimizning ba'zi xato ishlarini men sabr qildim deb o'ylab qilishimiz mumkin. Shu buni payg'ambarimizning tufandagi voqealikni aytib ro'shan aks ettirdi. Payg'ambar alayhisalom bir yerdan o'tib ketayotdi, bir ayolning yig'layotganligini ko'rdi. U bir balasi tugab ketganligi uchun yig'lab o'tibdi ekan. Shuning bilan Allohdan qo'rqqin va sabr qilgin dedi. O ayol dediki, mening beshimga kelgan kun sening beshingga kelmidi deb sitam qildi payg'ambarimizga. Shuning bilan keyin boshqalar uning payg'ambar alayhisalom ekanligini aytgandan keyin shuning bilan payg'ambarimizdan yangi berib, "Ya Rasululloh, men xato qilibman" degan vaqtda payg'ambarimiz aytdi. Aniq qilib, "Innamas sabru
Fissademetil ula. Bunun ma'nosi sabr degan. Yani bu sabr degan bu narsa aziyat kelgan dastlabki vaqt qilingani ondan sabr bo'ldi. Ya'ni bu yerda ayolga deyapti. Balasi tugab ketdi, yig'layapti. Shu sabrni shu bugun qiling, hozir qiling demoqchi. Hafta 10 kun vaqt o'tgandan keyin, vaqt nurg'un masalalarni pastgo'yga tushirib qo'ygandan keyin men sabr qildim deganingiz o'zingizni oldig'ingiz sabr emas u. Sabr deganingiz masalan shu balangizga qattiq vaqingiz kelib ketgan vaqtda, shu chaqda yoki qattiq bir ziyon tortdingiz. Shuning achchig'ini tortayotgan shu chaqda yoki boshqa ig'ir bir musibat keldi. Ya'ni shu zarbining tunji daqiqalarida qilganingiz ondan sabr bu. Amaliyotda shu. Bu boshqa vaqtda necha kun o'tgandan keyin sabr qilgan qiyofat kelib olganimiz, amaliyotda o'zimizni oldig'imizdan boshqa narsa emas. Shu chaqda lozim sabr demak. Shu chaqda lozim. Shu oyatda Payg'ambar alayhisalom ayolga endi balasi tugab ketibdi. Endi hayotda eng zo'r azob nima? Bunda tasavvur qilinglar. Azobga har xil qo'y endi. Bular endi eng deydiganimiz endi ota-onasining o'lib ketishigimiz chidag'ili bo'ldi ekan, ammo bolasinikiga chidash taskan degan gapni hamma odam deydi Uyg'urchilikda. Shundaqmi? Endi balasining o'limi insonda hayotlikda inson chidag'ili olmaydigan eng qattiq musibatlarning biri. Agar bir inson chidamaslikka to'g'ri kelsa yoki o'zidan chidayolmaganini aqlab olsa, kelib balam tugab ketgachga chidayolmabdimi, bizga gap qilmay qolamiz. Ya'ni haqiqatan ig'ir musibat kelibdi. Zodi balasi tugab ketsa sabr qilish tasdiq. Ammo Payg'ambar alayhisalom bunday demadi. Ma'ni unutib qolmayli. Endi balasi tugab ketibdi, mayli degini yo'q. Ani degandan keyin katta payg'ambarimiz. Yani ayolga gap qilmay. Men o'ylayman, gap qilmay ketganidan bir xil Payg'ambar alayhisalom ranjiganlikdan gap qilmay ketdi deb o'yladim. O'zimcha. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalomning yangi kelib, "Ya Rasululloh, men sizni tanimay qolibdimi?" degan vaqtda, ondan keyin endi haqiqatan balasi tugab ketsa chidash tez deb tasalli berib o'ltimidi. Oyada yana uning zoriga, yig'isiga qaramay, sabr degan mushunda chaqda demak. Sabr degan mana shu aziyatning yangi chig'isida, shu zarbining tunji daqiqalarida. Mushu chaqda sabr qila olsangiz, sabr. Undan boshqa sabr emas demak. Çünkü bu pek mühim. Hemimizge nispeten. Endi ahırda biz bugün umumi sözlügerlerimizde ben tüfendeki bir qancha nuqtaga yakunlash yoki xulosalash mumkin deb o'yladim. Sabr degan nima? Sabr degan amaliyotda bir mo'minga nisbatan bir hayot pozitsiyasi, bizning hayotga tutgan bir tutumimizdan iborat. Ya'ni biz hayotni imtihon deb qaragan bo'lsak, bu imtihonning ochquchi sabr degan gapni bir mo'min biladi degan gap. Hayot pozitsiyasi degan boshqa narsa emas, bu narsa. İkincisi, sabr baxt saodatning ochquchi. Bu dunyoda jannatga kirishning ochquchi emas, balki bu dunyodagi baxt saodatga erishishning ochquchi. Xotirjamlikka erishishning ochquchi. Agar biz beshimizga kelgan aziyatlarga qaqshigan vaqtimizda, zarlagan vaqtimizda, Allah'dan başqa barliq insonlarga shikoyat qilib tugalgan vaqtimizda, demak biz nima qilyapmiz? Sabr qilolmayapmiz. Üçüncüsü, sabr g'olibiyatning kapolati, ya'ni g'alabaga erishishning kapolati. Agar mayli o'qishda, mayli tijoratda, mayli hatto dushman bilan bo'lgan jangda, mujodilada, mayli siyosiy kurashda hozir deganimdek, oxirgi g'alabaga erishishning kapolati sabr, toqat va chidamchanlik. Sabr kelgan musibatlarni tamkin qalb bilan qabul qilish demakdir. Qabul qilgandan keyin qanday bo'ldi? Vaysimaymiz yoki vaysaqma, ichimizda vaysaymiz. 7-si sabr kelgan musibatlar oldida Allohdan boshqa shikoyat qilmaslikdir. Allohdan boshqa shikoyat qilmaslikdir. Ya'ni yig'lang'ulik qilmaslikdir degan gap. Sabr Allohga isyon emasdir. Allohga isyon emasdir. Ba'zi vaqtda ajoyib gaplarni qildi Alloh.
Bazı vaqtda haqiqatan bejiga bir ig'ir kun kelgan chog'da masalan deyli. Mesela balası tugab ketdi. Balası tugab ketdi. Shuni ep ketkichi meni ep ketsang bo'lmasmi? Bu bala sening oldingda nima gunoh qilibdi ular ya Allah? Degan gaplar bilan Alloh qilingan isyon. Endi sabr kurash yo'lida mag'lubiyatga uchragan vaqtda yetib olish emasdir. Sabr yetib olish emasdir. Sabr un chiqmaslik emasdir. Buni bilib olishimiz lozim. Eng oxirida bir og'iz gapni xulosasak, sabr har qanday ahvol ostida, issiqdimi, sovuqdimi, haqda mangu ching turish degan. Mana mushu sabrlar anadaki bizni har ikkala dunyoda baxtli qiladi. Allah bizni har qanday vaqtda, har qanday daqiqada sabrli qilishga Allah nasib qilsin. Allah bizni hiçbir zaman sabrdan, chidamchanlikdan yiroq qilmasin, nari qilmasin.